Mana bir iflos kasallik bor ekan, sahr degani. Olmagan licheni ham qolmadi. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana biz 30 yildan oshiq shu tandirnikdan xalqimizga xizmat qilib kelyapmiz. To'y tomoshalarda, yaxshi yomon kunlarda o'zimizni sog'lig'imizga e'tibor bermasdan mana bir iflos kasallik bor ekan, sahr degani. Shuni ketdan o'zimiz sog'lig'imizga qaramasdan orttirib olganimiz. Mana ko'z ketdi. Sahr oshib bordi. Mana bormagan doktorim, qilmagan, olmagan licheni ham qolmadi. Respublika bo'ylab aylandim. Qilmagan licheni ham qolmadi. Oxiri kelib mana Chaynorga taqaldi. 1 yildan oshiq Allohga behisob shukrlar. Mana shuni olib haftaga 2 marta ichdim. Joyi kelsa 3 marta ham ichdim. Mana ko'rib turganlaringizdek Allohga shukr, yana elimizni, xalqimizni xizmatiga qaytdik. Sizlarga ham tavsiya qilaman shuni olib ichishni.